Bu galgi videoyimiz portfolio haqida bo'ladi. Upwork veb-saytida portfolio katta narsani hal qiladi. Mijozingiz sizga ishonishi uchun siz qilgan va avval bajargan ishlarni portfolioingiz orqali ko'radi. Shunday ekan, siz o'z portfolioingizni to'ldirib qo'yishingiz kerak. Xo'sh, mana menda 3D artistman deb yozgandim. Mana o'zimni bosh qismimni yasaganman Blender degan programmada. Xo'p, men bu yerda fotomontaj qilganman. Portfoliolarim juda ham ko'p. Mana bu yerda montaj ingliz tilida gapirilgan videolarni montajlari. Xo'p, bu ham video montaj, bu ham video montaj, anime video montaj. Xo'p, bu reklama Instagramlar uchun, bu APK reklama, bu ham produkt reklamasi. Xullas, o'z ishingizni ustasi ekaningizni isbotlovchi bitta-yu bitta asosiy qism bu portfolio. Siz o'z ishingizni kiritishingiz mana bu yerdan yuklanadi. Yuklashni bosadigan bo'lsangiz, o'zingizni dokument shaklida yoki boshqacha bilmadim, bemalol qilgan ishlaringizni yuklab qo'yishingiz mumkin. Xo'p, portfolio bu juda ham kerakli qism ekanligini esingizdan chiqarmang.